Bugungi kunda tashqi reklama sohasida tikanli lightboxlar juda ommalashib bormoqda. U chiroyli ham zamonaviy, shu bilan birga juda ham qulay hisoblanadi. Masalan, Toshkent xalqaro aeroportidagi yorqin, tiniq, chiroyli lightboxlar xuddi shu tekstil texnologiyalari yordamida yaratilgan. Xitoyda esa bu turdagi lightboxlar allaqachon reklama sanoatining yetakchi standartiga aylangan. Nega hamma aynan shu turdagi lightboxlarni tanlayapti? Birinchidan, Textile Lightbox bo'rtma harflarga nisbatan 2 barobar tezroq tayyor bo'ladi. Ikkinchidan, narxi arzonroq, lekin ko'rinishi ancha chiroyli. Uchinchidan, quyoshga va yomg'irga chidamli. Sizga uzoq muddat xizmat qila oladi. Eng asosiysi, lightbox ustidagi fonni istalgan payt osongina almashtirish mumkin. Biznesingiz shahar markazida yorqin tasvirlarda ko'rinib turishini xohlaysizmi? Unda Germetika bilan bog'laning. Sizga tekstil lightboxlar va neon yozuvlar taklif qilamiz. Germetika yorug'lik, uslub va texnologiyalar birlashgan nuqta.